Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun mana shunaqangi Turkiyadan kelgan 32 va 22 Çağdaş firmaga tegishli mesarofiyalarimizni man sizlarga xudo qo'ldan kelgan tushuntirib o'taman. Xo'p. Buni tevasli nasabkalar o'zini mana shunaqa joyda nasabkasi bo'ladi. 2li, 4li, 6li, 8lilar bo'ladi. Hozir bizda mana shular mavjud. 2li ham bor, xo'p, 6li, adashmasam 8li, 10liga ham bor ekan. Xo'p. Mana shunaqa nasabkalar o'zini nasabkalari bo'ladi. Bunisi soatiga 500 kilogacha chiqarsa, bunisi bo'lsa 750 kiloga chiqaradi. Bunisi 384 ga ishlaydi, bunisi esa 220 ga ishlaydi. Ya'ni o'zlaringiz bilganlarini ko'rishingiz mumkin. İşte hamma yozilgan, xudo xolasa. 3 kW motor kuchliligini, 3 kW to'g'ri, 3 kW yuk tortadi. O'sha mana 380 volt ishlaydi yozib qo'ygan hamma joylariga. Endi narigisini birkasini ko'rsataman. Kelar soatiga 500 kilo. 1,5 kW motor kuchi, o'sha 1,5 kW yuk tortadi. Çağdaş firma. Buni o'zini mana shunaqa vilkasi bo'ladi. 380 ga moslangan. 4tali. Buniki esa 2tali bo'ladi buniki. Shunaqa o'zi 220 ga moslangan. Bemalol o'sha 220 to'liq tok esib tursa, bu bemalol ishlayveradi. Bunisi ham 380 to'liq tok esib tursa, bemalol ishlayveradi. Agar 350, 340 shunaqa kelib qolsa, motoriga o'sha mekanik bo'lib, u narsa motorga ziyon yetishi mumkin. Buni ham 220 dan pasayib ketsa, motoriga ziyon yetadi. Aniq. Meniki endi 500 kilo endi u bir kunda 500 kilo chiqarib olish ancha qiyin narsa, qiyin masala bu narsalarga. Endi bular narxini men sizlarga xudo xolasa birma-bir tushuntirib o'taman. $750 ga $630 qilib beramiz. 22 li, 32 li mesarofiyalarimiz. Endi Turkiyaning yana bir mana shunaqangi meshalkalar bor. Nevnoy korxonasiga tegishli. 25 kiloli, 55 kilo, 0.55 kW motor kuchli bo'ladi. Yarim kW degani endi u. Xo'p. O'zini vesi 71 kilo, bemalol 25 kilo unda o'ziga sig'im olaveradi. 25 kilo unda tayyorlaydi. Endi balki 35 kilo, 40 kilo xamir tayyor bo'lib chiqishi mumkin. Yumshoq xamirlarga moslashgan bo'ladi. Bu Çağdaş firmaniki, bu ham o'sha bu bilan bir xil, просто firmasi boshqa. Çağdaş va Nevnoy firmalariniki. Hozir bu 35 kilolisi. 35 kilolisi bemalol o'sha 35 kilo un solasiz, 45 kilo, 50 kilo bemalol xamir tayyorlab beraveradi. Ondan sonra 50 kilolisi. 50 kilolisini 1 kW motor kuchli bo'ladi. O'zini esa 135 kilo bo'ladi. 50 kilo to'liq sig'averadi bemalol. O'zi mana shunaqangi oyoqlar bor. Tagiga vibratsiyali silkinmasligini ehtiyotini olingan. Bitta skorosti bo'ladi, bir xil tarafga aylanadi. Xamir allaqaga nima deydi? Buni devorlariga ishqalangan sari bu qozonni ham birga aylanaveradi. Ruchkasi ham bir xil tarafga aylanib turib, 15 minut, 20 minutda xamirlarni tayyor qilib beradi. Bu ham xuddi shunaqa, bu 0.75 kW-ligi, 0.75 kW motor kuchligi, o'sha 35 kilo sig'imli, 25 kilo, 50 kiloliklari bor. Xo'p. Yana xudo xolasa kimki Turkiya va Xitoy tovarlarini sevsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Kimga shunaqangi meshalka va mesarofiyalar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Men sizlarga opisaniyada, bo'lmasam ekranlarda nomerlarni qoldiraman. Agar kimga zapchaslari, boshqa narsalar zarur bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar.